ajoyib. Ha, o'la, ha? 25 ming oyoq kiyim olim yo'yilgan bozorda. Sen tupoymisanlar? Men 45 mingga paypoq olaman. 25 mingga oyoq kiyim bo'ptimi? Men 18 ming 300 so'mga oldim. Bittay bu 3 marta kiyilgan ekan. Lekin rangi ham 2 xil ekan. Razmeri ham 2 xil ekan. Paxta tiqib kiyaman. Endi men sichqonda keladi, ha? Arzon oyoq kiyim kiygandan keyin shunday bo'ladi-da. Turlaring hamma ishlarni qillaring. Ey, ishni o'lib ketamiz ey. Mo'ysirdan top olganimizcha bizani ishlatamiz. Charchab ketdim supurib. Men chopib charchab ketdim. Bo'lg'ani seningga ber. Sen supurgin akangga ber. Davay, to'xtama, ishlalaring. Voh, tur! Tong atdi, Qo'sapaya keldi. Tez turlaring. Ona bir dam olaygan ozgina. Kelmayli, xo'p. Ey, Xudoga shukr ey. Bekor o'tirma. Mana shuni shunday qilib, ermak qilib o'tir, ermakmi? Turdilar bu. Uch marta xat kelibdi bankomatdan. Nima yo'qsiz armiya jo'natmayapsiz? Oxir bizaga zaifga tushdi. Nogironligi bor deyapman. Ana ko'rdingizmi mana? Mana. O'g'lizni omonasi bo'lmayaptimi? Nogironligi bor-da. Xola o'q. Shuni olib keting armiyaga. Yana o'g'liz bormi? Yo'q, qo'shnim aka. Biza 15 ga qamang mana. Siz qamasangiz hamma ish bizga qoladimi? Qachondan bo'lamiz biza ey? Tez kirlaring, ukaldorga bir pul yo'q. Xudojon, yomg'irni boriga shukr ey. Tog'arani ollaringda yomg'irdan foydalanib qol. Yig' suvini kirga ishlatamiz, begom. Yomg'ir yo'qsa ham tinchlik yo'q. Yoshlik sana o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagankan. Mana biz ertalab yuzimizni tozalab oldik. Voy, olibda sossiq, yuzing tozalaguncha uying tozala. Sovchilikka keluvdim. Svetdan kelay, Mo'ysirdan kelay, lekin sovchilar kelmasdi. Keling. Ostonangiz supurgani keldik. Sovchilikka deng. O'zi sovchilikka tozalash ham kerak ekan-da bu yo'lani bir. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Spektakl qo'ymanglar hali uni. Menga qarang, mo'lla aytsang aybini aytib sot deganlar. Dangal ayblarni aytamiz, men ham aybimni aytaman. Ichkariga kiraylik, qolgan aybingizni keyin aytasiz. Qizlarim borgan joyini gullatadi. Ota yorgunlik quritgan-ku. Ipi. Ona bu tentakku. Sog'lom odam senlarga sochib keladimi? Qizlarim rosa chistoplotni. Lekin qizlarim rosa boylikka o'ch. Bobayni yaxshi ko'radi. Rosa boylikka o'ch. Как раз men 30 ga kirdim, pashta boboy bo'ldim. Uyingizda kuchuk mushuk boqasizmi? Bular pishirgan ovqatni kimdir yeyish kerak-ku. Kimdir yeyish kerakmi bular pishirgan ovqatni? Nimaga unaqa deyapsiz? To'g'rim, qaraydi ha. Bitta eng katta aybim 11 ga cho'qlayman. Kallay saharda turib balo bormi? Как раз ketmonga dasta qo'yganda bir-biringlarga mos ekansizlar. Voy, qaysi biring meni budilligimni bezov qilding? Budillik o'chgan bilan o'zimiz 5 ga turganmiz. Oq quyoshni o'zim chaqirib keldim-ku. Biz ham osurimdek alohida chiqib ketsak qiynalmasdik. Ob tur, ayiq qo'shib yotasanmi? Kallay sahar turg'izasiz. Kallay abet bo'ldi-ku. Kecha o'g'ilga tegib balo bor edi. Mana senga olam kir. Ona kirmoqsin chaqanay zanglat yubadi. Hay, kelin bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim Ayjon. Analardan qo'shib yuvib qo'yingda. O'zi bitta yag'ri kuyladim bu. Shuni ham yuvmagansan, o'gan paytim o'qidi. Ana kir mashina yuvaymiz. Ha, kelin, ko'rpalarni yig'yapsizmi? Oyjon, ismim 39 ga ko'tarilib ketibdi. O'g'lingizga ayting, dorobga bersinlar. Istig'ingiz chiqdimi? Ishlaringizni qo'ying. Tez ovqatga o'rning. Ismim 36 ga ko'tarib ketibdi. O'lib qolmagan yana. Ismim tushunib shunchagina dori oldim. Kamlar qilmaydimi bu? Onajon, biz keldik. Voy, Ha, kelin, uyingizga bordingizmi? keldim, hozir keldim. Borgan bo'lsangiz yaxshi, ko'rgan bo'lsangiz undan ham yaxshi. Endi tezda izingizga qayting, xo'pmi? O'zi bu ham qadar chiqarib oldi.
Har 6 oyda bir borishlikni. Hech bo'lmasa onamni ko'raylik. Boraylik o'zi onang ko'rsatlar o'zi. O yur, o 18 kundan beri uyga bormaysan. To'xtang, bu kunga yetganlar bu, yetmaganlar bu. Ha, oyi, bugun tug'ilgan kuningizga kuyovingiz bilan birga boramiz. To'g'rimi, dadasi? Eringizni masalalari bo'lmayapti, opa. Isitmada yonayotibman xotin. Mana ko'ring. 36 normalmi? Sen menga ishonasanmi, termometrga ishonasanmi? To'xtang, kim bu? Pajarni. Dadasi, mashinangizda shunday boramiz, kelamiz. Buningda ish ko'p, bir xatira tayyor bo'ladi. Dadasi, hech bo'lmasa peshkom borib kelaylik. Oyog'i singan, o'nmay yura olmay. Ana rengin, mana. Boshqa bu hozirgina yurib turgandi. Ichiga ana shu doktor shu 12 yil o'qigan shu. Bilsa kerak shu o'zini. Mazam yo'q ey. Xo'p, mayli. Bo'ldi, dadasi o'zlari kelar ekan. Yo'q, uyni sotdim mana uy. Hayda shamol o'tsin, sovuq edi. Uy yo'q. Dadasi? Yurishni boshladim, xotin. Qayerga ketyapsan? Uchastka sotildi. Tezroq chiqib ketinglar deyapti. Uyda gaplashib kelmaysanmi? O'sha bitta makler dom ko'rsatdi, o'sha domni ko'rib kelay, zo'r domiga yashab. Bo'l. Mana aka uyimiz. Shu rasmdagi uy shumi? Shu faqat ozgina bu rasmda rang berganmiz. Rasmga rang bergancha uyga bir rang bersalar bo'lmaydimi? Qo'y gaplashdingmi bolam? Mashinnik makler ekan, borsam uy deb menga musorxonani ko'rsatib o'tiribdi. Voy, ko'chada qolamiz. Hal bo'lmadi, ittaga nima qilamiz? Voy xudo. Aka ketaykonmi yo'qmi? Yo'q, bugun ham hal bo'lmadi. 2030-yilga bitakon katlaman kvartirani sotamiz deb rasmini qo'yib qo'ygan mashinnik. Uying boshingni yesin. Keragi yo'q, yig'ishtir. Mana, men telefondan topdim. No makler. Shunaqa ilova bor ekan. 360 gradusda hamma uyda hamma yonni ko'rsatar ekan. Xohlasang ijaraga, xohlasang sotib olishga bor ekan. Yig'ishtir makleringni. No makler. Agar alohida yashamaydigan bo'lsak, men onamga ketaman. 4 tomoning chang ko'cha. Hamma yo'llar onang qo'li boradi. Sur. Shunaqami? Ketsam bolamni ham olib ketaman. Bu qayerga yozib qo'yibsan bolang deb? Ha, hujjat bilan gaplashamizmi? Yuring. Birinchimiz katta bo'lsa hali. Ichkariga yuring. 2019-yilda tug'ilganlar ro'yxatini bering. Kimni topish kerak? Qodirov Rahmiddin. Bu erkak kishimi? Ana ko'rdingizmi, hujjat gapiradi. Bu yoqqa yordam. O'qi buni. Hasanova Muslima. Qani sizga aloqador joy? Oxirigacha. Rahmiddin qizi. Parangiz qiz deb yozilmaganmi? Rahmat. O kelinglar yotadigan bo'lib. Ketaman der ketsa ketar, ketsa ketar. Assalomu alaykum. Bizning vijdon anhor restoranimizda shunaqa apparat bor. Mijozda tabiatdan kelib chiqqan holda sovg'a beradi. Ana sizga. Voy, rahmat. Menga qani? Sizga ham bor apparat. Ozgina zagushta qila olmay qoldi-da, hozir 1 minut. Hoppa! Sizni xohish istagida bo'ldimi? Yo'qdimi? Voy, haqiqiy men xohlagan guldasta. Issiqqina ekan. Xotin shumikan bizga kuyov bo'lmoqchi bo'lgan nomzod. O'zimga o'xshagan chiroyligina ekani, lekin baribir tekshirib qo'yishimiz kerak, surishtirib. Ana Xudoni o'zi yo'limizdan chiqardi. Qayerga ekan? Chorsuga. O'tiring mashinga. Ama kayfiyatlaringiz yaxshi, ko'z tegmasin. Ha, yaqinda to'y. Ha, kimning qiziga uylanyapsiz endi? Xalqimizda gap bor, tengi bilan shakar qopi bilan deydi. O'zim tengiga uylanib maqlaman. Qaynota bagatda 4-5 ta kvartiralar bu arendaga berib tashaganlar. O'zlarini uylikka surib Nexus'ga yuringlar. Balki u ekonomikani yaxshi ko'rar. Va qizlarga o'xshab gapirasiz siz ham. Puchaska qilib qo'yibsizmi yashashga? Arendaga bergan domlarning bittasini olishdan niyat. Kvartiraga qayintangiz yordam berib yuborsa, keyin oyligimga bola chaqamga qarayman deysiz-da. Qolgan 4 ta kvartirani arendasini yeb yotamiz-da. Sopagan-ku. Alo? Maya qara, mazam yo'q ey. Otangdan bir $500 plugin davolanmasam bo'lmaydimi? Hozir bitta izlab ko'raychi. Qara kostyumlarning orasiga. Qarayapman, yo'q. Otasini paltosining yo'ngisida bo'ladi pul. Topdim, palton cho'ntagida ekan. Siz qayerdan bilasiz? Ya otalar shunday paltoni yo'ngistasiga qo'yib qo'yadi-da. Shu qizning uyiga haydang. Bo'ldi, haydayman. O'zi boya edi, haydash fikri tug'ilganligi.
Bar setga bilan birga chiqarib beribdi. Pasportlarni ham chiqaribdi. Ha, pulingiz halol ekanda o'ziga qaytdi mana. To'yini qachon qilamiz dadajon? Siz erkak bo'lgan kuningiz to'yda. Men basseyn cho'milamanman. Qara, soat kaçga to'g'ri to'g'rab turgan, keyin cho'milamiz sen bilan. Dilbalarcha sevdim. Nega? Rukamoy deb portpeyan qilaman, jim turgansan. Ovqat tayyor bo'ldim. Men basseyn tushaman endi. Sen qaragan olsan, salat bilan suv taqlab non pollar qo'yib, biz ovqat yeylik, keyin cho'milasan, qayma? Qolgan ovqat xonadonlikka qo'ydim. Endi men cho'milaman. Sen bu idish tovlarni yuvganda, keyin cho'milasan, qolmasan mas xizmat. Ha. Mana. Hamma eshitib bo'ldim, men endi basseyn cho'milaman men. Bo'pti, pastga tushgan o'sha basseyn oldiga borsang, rus sauna bilan turk sauna bor. O'sha yoqib qo'yib biz boramiz hozir, ha? İşlerim tugatay hozir kelaman mana. Bachka. Nima qilyapsan bu yerda? Aka, men basseynga cho'milmoqchi edim. Dachay zo'r ekan, bilyard, tennis, jo'ralar bilan kelib o'tirishga o'ylayvergan hammasiga zo'r ekan. Itihad dachayizga gap yo'q lekin. Ha, yaxshi. Oson shiylar ketib bo'lgan-ku. Tamogandagi bu vaqtda ketish bo'lmaydi, uka. Tozalab chiqib o'rgan, men tashqarida bo'laman.